Avtomobilingizda qulaylik yaratadigan 5 ta narsa. Birinchisi shinalar bosimini tekshiruvchi manometr. Hozirgi kunda yangi avtomobillarda bu qurilma mavjud, ammo eski rusumdagi avtomashina egalari ham o'zlari uchun o'rnatib olishsa, bosimni doimiy ravishda qo'lda tekshirish qiyinchiligidan xalos bo'lishadi. Ikkinchisi orqa va oldi ko'rish kameralari. Orqa kamera yordamida haydovchi orqaga harakatlanishda ortidagi to'siq va odamlarni aniq ko'ra oladi. Parkovka jarayoni yengillashib, to'qnashuv xavfi kamayadi. Ushbu kameralar haydovchiga keng ko'rish burchagini taqdim etib, avtohalokatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Uchinchisi zaxira asbob-uskunalar. Uzoq masofaga ketayotganingizda avtomobil nosoz holatga kelib qolsa, vaqtinchalik ta'mirlash uchun eng muhim asboblarni yoningizda har doim olib yuring. To'rtinchisi aerobag, ya'ni himoya yostiqchalari. Ayrim avtomobillar bu funksiyaga ega emas, lekin xavfsizligingiz uchun qo'ydirib olganingiz yaxshi. Beshinchisi navigator. Navigator manzildan manzilgacha eng qisqa va qulay yo'lni ko'rsatadi. Adashib qolish ehtimoli yo'q. Qolaversa, tirbandliklar haqida ham ma'lumot beradi. Ushbu foydali qurilmalar avtomobilingiz boshqaruvini qulayroq va xavfsizroq qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.